Svetlana Ivanova qalamiga mansub xodimlarni tanlash san'ati kitobi. Bugungi zamonaviy biznes dunyosining eng muhim masalalaridan biriga bag'ishlangan. Bugungi kunda hech kimga sir emaski, aynan talantli, motivatsiyalangan va zarur bilim hamda kompetensiyaga ega insonlar har qanday tashkilot muvaffaqiyatining asosini tashkil etadi. Monopoliyalar deyarli yo'qolgan. Har qanday yangilik va raqobatchilar tomonidan juda tez o'zlashtirilmoqda. Shu sababli eng katta ustunlik bu kuchli jamoat. Kimning jamoasi mustahkam bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib aynan kerakli joyga kerakli insonni tanlash mumkin? Qaysi nomzod mos, qaysi biri esa yo'q, buni qanday aniqlaymiz? Mazkur kitob aynan shu savollarga javob beradi. Unda kadrlarni tanlash va baholashning turli zamonaviy usullari, amaliyotda sinalgan samarali texnikalar batafsil tushuntiriladi. Har bir yondashuv misollar bilan boyitilgan bo'lib, o'quvchiga ularni oson qo'llash imkonini beradi. Kitob kadrlar bo'limi rahbarlari, ishga yo'llovchilar, menejerlar va tadbirkorlar, shuningdek, iqtisodiyot va menejment yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar va o'qituvchilar uchun ayni muddao. Agar siz kuchli jamoa tuzishni istasangiz, bu kitob siz uchun bebaho qo'llanma bo'la oladi.